Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar azizlar? Bugun men sizlarga xo'rozni ochiq deydi. Bunda gulash tayyorlab berish ko'rsatib beraman men uslubimda. Menda bitta ozgina margarin, bir qoshiq mayonez yoki qaymoq qilsanglar ham bo'ladi. Menda qaymoq va tabga qarab tuz. Tuz 2 qoshiq qo'shganman. Endi hozir bismillah. Suv hozir issiq suv aralashtirib olamiz. Narsalarni qo'yib olamiz. Keyin tuz solamiz. Tengma-teng qancha tuz solsanglar, suv solsanglar, ana o'shancha sut solasizlar. Aralashtirib olamiz. Mana xamirimni eritib oldim. Endi dro'jjim solaman. Yog'imni eritib oldim deganim va un solib, yumshoqdan qattimroq, qattiq emas, o'rtacha xamir qilib qandirib qolib olamiz. Mana xamir unimizni solib, pirojkidan qaraganda sal unga qaraganda unga nisbatan sal qattimroq bo'ladi. Oz-ozdan un solib yaxshilab qilib olamiz. Keyin xamir qilishga boshlaymiz. Birdaniga unni ko'p solib qo'ysanglar, ham qattiq bo'ladi, ham unaqa воздушный bo'lib pishmaydi. Mana xamirim mana shunaqa bo'ldi, ozgina yumshoqqina. Bunga va yumshoq ketdi deb turib unaqa qilib olmanglar, yaxshilab mushlab anaqa beringlar. Mushlasanglar, qancha ko'p pishadi xamir. Shunda unaqa воздушный bo'lib boshqacha bo'lib chiqadi. Mana buni hozir mushlab mana qo'limga yopishmayapti, lekin yumshoqqina. Un qo'shib qo'ymanglar, unaqa yog' qo'shib qo'ymanglar. Yog' qo'ysanglar ham bo'shab ketadi. O'zi normal, chunki ichiga biz yog' qo'shganmiz. Mana endi buni xamirimizni yaxshilab mushlab paketga o'rab tindirgan olib qo'yamiz. Mana endi nachinkasiga go'sht bilan piyozni qildim xolos. Buni hozir mayda мясорубкаdan nimalar bo'lsa o'shanda chiqarib olamiz. Mana men nachinkamni chiqarib oldim. Endi bunga menda maydalangan kashnich bor edi. Qo'shaman. Tapga ko'ra tuz. Go'shtim tuzlangani uchun unaqa ko'p qo'shmayman, chunki sho'ri chiqib ketadi yog'da qovurganda. Va anaqa ro'tin preparatini go'shtligisini qo'shdim. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana nachinkam shunaqa suvli bo'ladi, sochli bo'lib. Mana endi xamirimizni boshda uni ham tayyorlash boshlaymiz. Mana xamirlarim po'shni bo'lib ko'tarildi. Endi buni ochib un sepamiz. Yog' qilsanglar keyin birlashmaydi, yopishmaydi. O'shaning uchun un sepib kichkina qilib bo'lakchalarga bo'lib olamiz. Endi xamirlarimizni shunaqa qilib o'rta kattaligida qildik. Unaqa katta ham qilib olmaysizlar va buni shunaqa zo'g'ala qilganimizdan keyin ustini men hozirroq tindirganini qo'yib qo'yaman. Xamir yoyilishiga oson bo'lishi uchun. Keyin yoyishni boshlaymiz. Mana endi ozgina unlab olganimizdan keyin bismillah. Buni nimasi mana faqatgina qo'limizda chetlarini yoyamiz, o'rtasini yoymaymiz. O'rtasini yoymaymiz degani, men bu yog'ga solganda o'rtasini ko'pchilik yog' yuvib qilib yuboradi, keyin go'sht pishaman deydi, ishadi. Ishgandan keyin bu xamir yirtilib ketadi. Eng katta xatolar shu yerda bo'ladi. Mana bu o'ylamanglar pishmaydi deb bu pishadi. Yoygandan keyin endi ichiga nachinka solamiz. Soldik, endi tuvish boshlaymiz. Bir tarafga qarab tugilaveradi shunaqa.
Men ham avvallari bilmasdim, buni keyin xatoyimni yillar mobaynida qilib tushunib yetdim. Mana tayyor bo'ldi. Mana bu ko'rganimizdan keyin nimalarimizni solishni boshladik. Endi qaranglar, buni baland olovda pishirmaydi. O'rta olovdan sal pastroqda pishiriladi. Yog'i unaqa qizdirib olmasdan birinchi orqa tarafini, keyin qizargandan keyin oldi tarafini aylantirib pishirib olamiz. Orada qoshiqda yog'ni ust-ustlariga mana bunaqa qilib turib, quyib turinglar. Shunda yana ham haligi men bu joyi qalin edi-yu, ishadi shu joylari. Shunaqa qilib pishirib olamiz. Mana endi aylantirib olganimizdan keyin mana bunaqa qilib ichiga bunga ham quyib chiqamiz. Shunda yana ham ichlariga pishadi. Ko'rganinglarda shunaqa qishni bo'ladi. Bemalol qo'rqmasdan pishirib qo'yaverasizlar. Eng qulay bunda shoshilmaslik kerak. Shoshilsanglar unaqa o'xshamaydi. Shoshilmasdan hamma narsasini me'yorda qilib qilsanglar, naqmanga o'xshab qishni bo'lib shirin bo'lib chiqadi. Ertalabki завтракka bizda gulash, ag'zochiq deyiladi Xorazmda. Kelaveringlar. Mana gulashlarim, ag'zochiqlarim pishdi. Ularni qaranglar, qanaqa qafsildoq, ichlari pishgan, bemalol mana ochib ko'rib mana qilib uni bunchaga ham vazdushni bo'lganini qaranglar, qalin joylari ham hattoki. Mana bu videolarim ham sizlarga yoqdi degan umiddaman. Menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.